Qadrdonlar, mazani yaxshimi tuzumsizlar? Bugun 15-dekabr va nihoyat o'sha va'da qilingan cho'ponni egasini topamiz, aka, xudo xolasa. Inshaalloh. Qadrdonlar hammasi haqqoniy bo'libdi, ko'rib turibsizlar, hech qanaqa qo'l pul ishlatilmayapti. Oppala. Bismillahirrohmanirrohim. Menga qarab ko'ring. Xudo xolasa cho'pon arzirli egasini topsin. 1 2 3. Oppala. Qadrdonlar ko'rib turibsizlar, hammasi haqqoniy bo'libdi. Hozir komment nechta deydi aka? 5 ta ustidan belgilanadi deydi-ku. G'olibni bittani qiladi. 1 2 3. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Ketdi mana. Hop. G'olib mana Alisher Ismatullayev. To'xtaymiz. Endi buni sharti ham bor edi. Ikkinchi shart aka, telefoningizni berib turing. O'zi qidiramiz Instagramdan. Mana shu jigarimiz Alisher Ismatullayev. Maldiv bilan meni profilim, ya'ni Rido milliy brendi 2 kishiga podpiska tashlaganda, o'sha profillarga obuna bo'lgan bo'lsa, o'sha sovg'a o'ziga, o'sha o'zlariga. Uzra, sasira o'rgan bo'lsam. Primoy efir ham ketibdi mana endi, hammasi haqqoniy. Mayda qidiraman. Ridoga ham Maldivga bosmabdilar-ku. Maldiv. Bosibdilar. Maldivga bosibdilar, menga ham bosibdilar mana. O'zinglar ko'rdinglar. Qadrdonlar, haqqoniy bo'l. Atmetga qilib qo'yaman. Alisher aka, ukamisiz, kelaverasiz. Xudo xolasa, agar uzoqroqda bo'lsangiz, biz o'zimiz dastavka qilib chiqartirib yuboramiz. Qadrdonlar, Rido milliy brendidan uzoqlashmani, istoriyalarni, postlarni ko'rib turinglar. Xudo xolasa, bundan-da zo'r o'yinlarni yana o'tkazamiz. Atmosferani bitta ko'rsatib bering, jigar. Hammani do'konimizda kutib qolamiz.